erkak bolam boshqa bo'ldi. Meni o'g'lim. Xudo xohlasa yaxshi odamlar ko'p, ehson qiladiganlar, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. To'yda bir emas 4 ta bemor ekan jigarlar, 4 ta bemor. Akamizdan jigar sirrozi, yo'q Azbek akam ham jigar sirrozdan, lekin akamizda sal yengilroq ekan. Hozir mendan ko'ra akamga ko'proq yordam kerak deyapti, chunki ulug' akamni o'zi oxirgi etaplar ekan, Hindistonga sirrochni jo'natish kerak ekan. Bu yoqda tog'amiz ham shuni sun'iy nafaslarda turar ekan o'zi. Onamiz ham o'zi insul bo'lishgan ekan. Xudo xohlasa videoga befarq qaramaysizlar jigarlar. Qo'ldan kelgancha 1000 so'm bo'ladi, 2000 bo'ladi, 5000 so'm bo'ladi, qancha bo'lsa ham. Agar pul bo'lmasa videoga like bosib, shu ehson qilishga qurbiyati bor tanishlarga videoni tashlab qo'yinglar. Bir uyda bitta emas 4 ta bemor ekan. Befarq bo'lmaymiz jigarlar. Mas bu uyimizda 4 ta bemor ekan. Akamiz o'zlari ham jigar sirrozlar ekan, faqat akamizga sal yengilroq ekan, mendan ham ko'ra ko'proq hozir akamga zarar deyishyapti. Hozir biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Karimbobo qishlog'idamiz. Agar o'zimiz borib, ko'rib yordam qilamiz deganlar uchun pastga telefon raqamlarini ham qo'yib qo'yamiz. O'zlarini bemalol telefonlashib, kelib o'zlarining ehsonlarini topshirib ketsalarning ham bo'laveradi. Befarq bo'lmaymiz, videoga like bosib, ehson qiladigan do'stlarimizga tashabbur qilamiz. Aka, xudo xolasa yaxshi o'larimiz.